Assalomu alaykum. Bugungi podkastimiz mehmoni Dilnoza Baxtiyorovna, Malaka oshirish institutining assistenti, tibbiyot fanlari nomzodi va Toshkent viloyat onkologiya markazida kimyoterapiya bo'limini ilmiy rahbari. Dilnoza Baxtiyorovna, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Sizni ko'rganimizdan juda xursandmiz. Rahmat. Biz siz bilan hamkasbmiz, lekin sizning ishingiz ancha og'irroq. Sizniki teoretik bazaga ega bo'lganligi uchun albatta bizani xalqimizni qo'rqitadigan yoki bizni bemorlarimizni cho'chitadigan savollar kimyoterapiya juda ko'p. Agar ruxsat bersangiz, kimyoterapiyani sal chuqurroq va nazariy, kerak bo'lsa qiziqarli ma'lumotlar bilan tushuntirsak. Albatta. Xo'p. Ruxsat bersangiz, savollarga o'tsam. Birinchi savolimiz, kimyoterapiya aslida bu nima? Kimyoterapiya bu aslida o'sma hujayralarini o'ldirish maqsadida qo'llaniladigan dori vositalari, lekin hamda o'smani o'sishini to'xtatish maqsadida qo'llaniladi va o'sha remissiyaga olib borib ham tuzatishimiz ham mumkin kimyoterapiya dorilar bilan. Bugungi kunda kimyoterapiya bu nafaqat sitotoksik eskicha dorilar emas, ham target va immuna va yangi oxirgi zamonaviy konjugatlar degan dorilar. Olimlar har kun ishlayapti, shularni o'ylab topishga. Yangiliklar ko'p. Da, yangilik juda ko'p. To'g'risi siz bilan ulgurmaymiz bir holatda. Albatta, albatta. O'qib bularni nomini yodlashga, lekin aytmoqchiman, bu eng tez rivojlanayotgan ilmlardan bittasi. Endi biz mana shu sohada o'zimiz birga siz bilan ishlaymiz. Bizni ustozlarimizni paytiga agar nazar tashlasak, ularni paytida kimyoterapiya bilan hozirgi paytda kimyoterapiya yer bilan osmondagi farqi bor. Albatta. Va dorilardan ta'sirchanligi va ularni effekti yoki nisbatan ularni asoratlari ham ancha kamroq, lekin shunda ham xalqimizda qo'rquv bor. Bor. Yo'q deya olmayman. Albatta bor. Va har kun juda ko'p kasallarimiz keladi. Shu ko'rganimizda nafaqat kasalda ko'zlarida qo'rquv va yonidagi kelgan bolalarida, shu yaqinlarida hammasida qo'rquv bor va bemori orqasida turib qo'llari bilan mana bunaqa gapirmang iltimos, tashxisini aytmang deb turishadi. Misol uchun mana Yevropada malaka oshirganimizda ularda sal podxod boshqacha. Ular ochiqchasiga gapirishadi. Bir ham oygacha men boshida borganimda sal hayron qoldim. Qattan biladi, xudo emas-ku bu kishi. Bu doktor, odam-ku, sen sababchisan. Lekin ular oygacha mana ilmiy qaysidir исследование asoslanib mana aytishadi. 80% kasallar 3 oy yashaydi, sizga 3 oy qoldi. Va bemor shunga tayyorgarlik qiladi va xafa emas, xursand, doktor quchoqlab rahmat, 3 oy vaqtim bor, shunga qarab reja qilaman, qanaqadir. Endi u men uchun bizning praktikamizda hali voqli buni yo'lga qo'yish. Bu nafaqatki menimcha bizni tabiatimizga, bu bizning dinimizga ham to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun albatta biz sababchimiz, buni o'zingiz ham bilasiz. Biza agar ilmga asoslanadigan bo'lsak, kimyoterapiyani o'zi qanaqa bemorlarga tavsiya qilamiz? Ko'proq. O'zi kimyoterapiya deyarli hamma onkologik kasalliklarga tavsiya qilamiz. Juda kam erta bosqichda murojaat qilgan kasallarimizga va определенный lokalizatsiyalarda biz aytishimiz mumkin, faqat operatsiya bilan yoki operatsiya bilan va nur bilan tuzalishi mumkin. Asosiy deyarli 90% kasallarimizga kimyoterapiya yo neoadjuvant yo adjuvant rejimida biz tavsiya beramiz. Bir lahza aytib ketamiz. Neoadjuvant degan operatsiyadan oldin, adjuvant operatsiyadan keyin. Ha, albatta, va ularni maqsadi har xil. Например, neoadjuvant kimyoterapiyani maqsadi bu o'sha o'smani kichraytirish, oddiy so'zlar bilan aytadigan. Biz jarrohlarga qulay qilib berish. Sizlarning operatsiyalar undan ham radikal bo'lsin, undan ham отдаленный rezultatlar yaxshiroq bo'lish uchun. Lekin menga ham как kimyoterapevtga neoadjuvant kimyoterapiya juda katta yordam beradi keyinchalikka. Есть такое понятие, как лечебный патоморфоз. Bu degani operatsiyadan oldin qilgan kimyamizni biz o'sha samaradorligini
ta'sirchanligini bilishimiz mumkin. bilamiz va operatsiyadan keyin уже bizga yengilroq bo'ladi. Qaysi sxemaga o'zgartirishmi yo o'sha sxemani qoldirish. Adjuvant kimyoterapiyaga keladigan bo'lsak, u уже lokal metoddan keyin ishlatilamiz biz yo operatsiya yo nurdan keyin va uni maqsadi umuman boshqa. Именно o'sha qolib ketgan mikrometastazlarni yo'q qilish va asosiy ko'rsatkichi o'sha effektivniy yoki yo'qmi adjuvant terapiya bu bizada umumiy yashovchalik va безрецидивный выживаемость degan termin bor. То есть пока o'sha period remissiyani qanchalik ko'proq bemor kasalliksiz yashasa, metastaz retsidivsiz shu vaqtni cho'zdirish maqsadida qilinadi. Bizda kasalliklarimizda kimyoterapiya oldi degani bu o'ldi degan tushuncha ham bor. Chunki biza siz bilan shu sohada mana ancha siz mutaxassisligingiz baland va biz ko'proq motivator bo'lishga majburmiz. Qanaqadir ma'noda biz ularga kimyoterapiyani oddiy dori tavsiyasida yo bu sizga smes qilib beramiz yo bu sizga kuch beradi, glyukoza bo'ladi, boshqa bo'ladi deb aldashga harakat qilamiz-ku, lekin bemorlarimiz o'zida tushuncha yo'q kimyoterapiyada. Bu kimyoterapiyasiga tushuncha bo'lish uchun bemorlarimizni nimadan boshlagan ma'qul? Albatta shunga sababchidan boshlamoqchi edim. Nimaga shunaqa kasallar va ularning qarindoshlari ko'p qo'rquv bilan kelishadi yoki bemor chiqadi xonamizdan, qarindosh qolganda bizani yaqin qarindoshimiz yaqinda kimyadan o'ldi. Shunaqa qarshi biza albatta yoki bemor bitta o'zi kelgandan keyin mana kimyadan oldin qarindoshlarni chaqiramiz tushuntirish maqsadida. Kimya nima va qanaqa asoratlar bo'lishi mumkin? Ma'no nimada ko'pchilik отказ yozib ham beradi va bemor olib ketishadi. 1 soat tushuntirganimizga ham qaramasdan. Albatta. Bunga sabab mana shu SMI har xil Instagram, Telegram va menimcha oddiy даже kinolarda qanaqadir qo'rquv paydo bo'ladi. Или ложная наоборот надежда beradi. Например, qaysidir kinolarda ko'rsatishadi, mana juda og'ir kasallik, mana onkologik даже bo'limini такой qora fonlarda, там такой темный, как фильм ужасов-da. Shunaqa. Kasallar hammasi shu sochsiz, qusib yotganlar, oruvdan tortilayotgan kasallar deb ko'rsatishadi. Lekin statistikaga qaraydigan bo'lsak, onkologik kasalliklarning o'limi kardiologik kasalliklardan ancha kam. Yoki endokrin kasalliklardan ham bo'lsa ancha kam. Bizda faqat kasalliklarimizni oxirgi umrida sal qiynalib o'lganligi uchun qo'rquv qoladi yoki ularda, допустим, kardiologik kasalliklar 5 yil yoki 6 yil azoblanib yashasa ham ularning umri uzoq bo'ldi degan tushuncha bo'lsa, bizanikida 4-stadiyada yoki tarqab ketgan holatda o'lim holati tezlashib ketsa, onkologik kasallik bedavo kasallik deb o'ylashadi. Afsuski unaqa emas. Unaqa emas. Kimyoterapiyani mana biz ilmiy rahbarisiz deyapmiz. Qo'lingizdan bemorlar konveyerdagi, to есть kuniga bir 20 ta, 25 ta odamga siz konsultatsiya qilasiz. Sizning ishingiz bizni orqa statsiyalaringizni o'qiymiz. Ilmimizga har doim havas bilan qaraymiz. Lekin baribirga ham bemorlarimizni bitta narsani aytib ketishimiz kerak, kimyoterapiyadan ancha yaxshi yashaydi. Uzoq umr ko'rgan kasallaringiz son mingta, lekin buni xalq bilmaydi. Bitta, ikkitasi o'zi og'ir holatda kelgan bo'lsa ham, o'shani yo'qotishini o'rnida kimyoterapiyadan qo'rquv bilan yashaydi. Agar ruxsat bersangiz, keyingi savolga o'tamiz. Kimyoterapiya paytida hamma kasallikda soch to'kiladimi yoki yo'qmi? Savolingizni juda ko'p har kun eshitamiz kasallardan. Bu menimcha asosiy основная причина отказа от химиотерапии. Mana yaqinda o'tgan haftada ham kasalimni xo'jayinlarini 1 soat, 2 soat o'tirdik tushuntirib. Hamma kasallarda soch to'kilmaydi. Bu eng asosiy toksanda va antratsiklin содержащий sxemalarda biz kuzatib turamiz, 90% kasallar soch to'kiladi va u ham birdan emas. U nima uchun boshlash kerak? U volosinoy follikul eng tez o'sha o'sadigan hujayralar bo'lgani, o'sha o'sma hujayralarga o'xshash bo'lgani uchun
Kimyoterapiya shu volosяной follikullarga ham ta'sirini ko'rsatadi. Lekin 3-yo 10-haftaga soch to'kilish boshlanadi. Asosiy o'sha etib qo'ygan o'sha sxemalarda. Lekin etishim shart va hamma kasallarga aytaman, qachonki kimyani to'xtatdingiz, qachon o'sha tuzaldingiz, remissiyaga uchratdi va doktoringiz o'sha kimyani atmen qiladi, sochingiz sekin 5 va 6 уже oylada to'liq qayta o'sadi va oldingi bo'lgan sochingizdan ancha qalinroq va xuddi rangi qoraroq, va jingalak sochlar chiqadi. Lekin bu eski sxemalar va aytishim shart, что bugungi zamonaviy dorilardan, o'sha immun va target dorilardan soch to'kilish juda kam uchraydi. Поэтому bundan ham qo'rqish kerak emas. Конечно, olimlar shuni ham o'ylab topishdi, скажем так, меры профилактики борьбы, u холодовой shlemlar o'ylab topilgan, lekin bu ham 100% profilaktika uchun bizning klinikalarimizda ishlatilmaydi. Chet elda ham juda kam ko'rganmiz, потому что effekt 30-50% gacha. Baribir soch to'kiladi, baribir u asorat bo'ladi, lekin asosiy maqsadimiz soch saqlash emas-ku, yashash, hayotga qaytarish, hayot sifatini yaxshilash va qo'limizdan kelgancha kasallarga yordam berish. Bizda endi soch to'kilishini agar aytayotgan bo'lsak, bizda kimyoterapiya qon bilan kirgandan keyin u nafaqatki saraton kasalligini o'ziga emas, bu butun tizimga, albatta bizning jonimizni har bitta nuqtasiga yetib borgandan keyin o'ziga nisbatan noxush alomatlar bilan keladi. Qanaqa asoratlari bo'lishi mumkin kimyoterapiyani olayotgan paytida va kimyoterapiyadan keyin va ayniqsa kasallanib qo'rqadigan narsasi nimada? Menimcha eng ko'p uchraydigan bu o'sha ko'ngil aynish qusish va aytishim shart сразу, что bu bilan olimlar ancha ustidan ishlashdi va hozir 5 ta guruh, katta guruhlar bor. Именно shu ko'ngil aynishi qusishni kamaytirish maqsadida har xil dorilar, har xil guruhiga kiradigan, то есть точки приложения разные. Birga qo'llanamiz, birga ishlatamiz va kimyadan oldin beriladi, то есть уже oldin olish maqsadida boshlaydi vrach. Bilib, например, bemor bugun yotdi, уже aniq tashxis, aniq kasal va vrach уже biladi qaysi sxemani ishlatadi. Agar shu высокомутагенный sxema bo'lsa, уже yotgan kundan boshlab dorilar berishi boshlanadi profilaktika uchun va albatta u bo'lmaydi. Juda kam kasallarimiz hozir xuddi o'sha kinodagi faqat qusib yotadi. В основном faqat легкий tashnoта bilan chiqib ketishadi. U ham уже o'zligi bilishadi, yotdan chiqib qaysi dorini olishga, qachon, qaysi paytda. Agar bizani qo'llanmamizga amal qilsa, albatta bizani bemorlarimiz, endi biz Toshkent viloyat bemorlari bilan ishlaymiz. Ular ancha qalbi nozik, ko'p narsani biz aytganimiz bilan rioya qilishga tushunishmaydi yoki tushunishga harakat ham qilib ko'rishmaydi. O'sha ma'noda bizani o'ziga yarasha dori gruppalarimiz bor. Soatida, vaqtida aytadigan. Ularni qo'llanmasi asorati bo'lgandan keyin kim aybdor? Afsuski kimyoterapevt yoki onkolog. O'shaning uchun u faqat sizda ham, dorida ham emas, u kasal o'ziga ham bog'liq. O'zida va atrofdagida o'sha qaraydigan odamlarga bog'liq. U qusishdan tashqari yana qanaqa omillari bo'lishi mumkin? Yana eng ko'p uchraydigan ich buzilishi. O'zi kimyo dorilar ko'pi turlari o'sha ich qotishga olib boradi. U mexanizm juda qiyin, lekin shuni oldini olish maqsadida kelgan kasallar o'zi ham so'raydi, nima yeyishi mumkin, nima yeyishi mumkin emas, albatta. Eng qiziqtiradigan savol va 2-3 marta kunida kirishadi. Bitta kasal so'rab turadi. "Men buni olib kelishdi, shashlik yesam maylimi? Somsa yesam maylimi?" Biz o'sha har bitta savolga harakat qilamiz, qayta-qayta javob berishga. Uydagilarni chaqiramiz, ayniqsa mana kelinlarga tushuntiramiz, qanaqa ovqat qilish kerak, потому что butun oila yog'li narsa yesa, bitta bemor o'tirsa, dietический, u ham noto'g'ri, да, полный o'sha oila bilan pogrужение bo'lish kerak, поддержкаga ham kiradi bu. Поэтому bu ham asosiy, даже bizani profilakticheskiy o'sha dorilarga qaramasdan kasal agar o'sha dietani buzsa, конечно, bu asorat ko'p uchraydi, ich qotishi yo ich ketishi.
lekin u ham lегко korrigiруемый asorat hisoblanadi. Hozir dorilar bor va albatta kutish kerak emas. Shu kimyodan keyin bu bo'ladi, bu normal holat deb 1-2 haftadan keyin olib kelishadi обезвоженный kasallarni. Bu ham noto'g'ri. Bu sразу, da, u любой asorat qo'ynaydimi, qusishi bo'ldimi, temperatura isig'i chiqdimi, bu уже сразу показание к тому, чтобы обратиться к лечащему врачу. Сразу kelish kerak, yo turar joy onkologga murojaat qilish kerak, yo сразу kelish kerak. Shu lечащий vrach bilan korreksiya qilinadigan, lekin hammasini o'zi vaqti bor. Bu eng самое ценное это время. Shu vaqtni yo'qotish kerak emas. Har kundan kunga o'sha qon ko'rsatkichlari tusha boshlaydi. Oddiy, казалось бы, o'sha ichib ketishdan kasalni biz yo'qotishimiz ham mumkin. Albatta. Поэтому eng ko'p uchraydigan shu soch to'kilishi, ko'ngillanishi, ich buzilishi va qon ko'rsatkichlar, shu gemoglobin, leykotitlar tushishi. Bu ham ko'p dorilarni imенно boya aytganingizdek nafaqat o'smaga boradi, даже ming target zamonaviy dori bo'lsa ham, lekin atrofdagi o'sha sog' to'qimalarga ham zararlanadi. Odamlarni ko'p qiziqtiradigan savoli, bizga ham ko'p murojaat qilishadi. Nimaga kimyoterapiya bilan dori har xil? Birinchisi va ikkinchisi, nimaga kursi har xil? Qanaqa ma'noda? Bittasi har 14 kunda oladi, bittasi har 21 kun, 28 kunda yoki bir ikkita bemorlarimiz bir haftada 2 marta oladi. U nima bilan bog'liq ayniqsa? Endi buni biz siz bilan tushunamiz. Xalqqa shuni to'g'riroq tushuntirsak bo'ladimi? Albatta, shunaqa kasallar bor. Endi bitta palatada 2-3 ta bemorimiz yotadi. Har xil diagnoz bilan. Har xil tashxis bilan yoki даже bitta tashxis bilan yotgan kasallarga biz endi vaziyatga, bosqichga qarab, o'sha o'smani turiga, yoshiga qarab, faktor riski degan narsa bor. Har xil sxemalarni ulashimiz mumkin. Albatta, odatda biz har 21 kunda kasallarimizni chaqiramiz. Ko'p 70% sxemalarimiz shunaqa, har 21 kunlik. U oldindan o'ylab topilgan olimlar uchun. Nima uchun? Birinchisi o'smani siklga bo'lib olamiz. Da, bo'lib olamiz. Ikkinchisi o'sha sog' to'qimalarimiz, то есть gemoglobin, leykotitlar o'zini normaga kelish uchun shunaqa перерыв. Ikkinchisi variant har haftalik sxemalar, u уплотненный уже rejim hisoblanadi. Har haftalik, har 2 haftalik. O'sha dose hozir juda ko'p kasallarimiz olyapti, lekin nima uchun? Bu уже более усиленный. Chunki o'sma bitta narsani bilish kerak, bitta monogen emas, u heterogenniy o'sma. U degani bitta o'smada hamma hujayralar birga boshlanmaydi, bir ikkinchi, uchinchi bosqich fazalarga o'tmaydi. Bittasi uxlab turadi hujayra, ikkinchisi уже delishiya sintez fazada bo'ladi. Поэтому biz hali shu kungacha bitta dori o'ylab topmagan olimlar. Va monokimyoterapiya kam qulay ishlatamiz biz, kamdan kam. В основном o'sha poliximyoterapiya, то есть 2 ta, 3 ta, 4 ta doridan iborat bo'ladi sxemalarimiz. U опять-таки o'sha fazaga qarab подбирать qilinadigan, u bizdan oldin уже ancha yildan o'ylab topgan olimlarimiz. И, конечно, u kimyoterapiya hech qachon gistologический подтвержденияsiz boshlanmaymiz. Misol uchun, mana shuni qaytadan qaytarib, gistologiyasiz kimyoterapiya qilib bo'lmaydi. Bor, потому что uni poliklinikada kimyoterapevt bilan topa olmaysizlar. Qilish mumkin emas. Bering dori, biz o'sha turar joyda yo uyda olamiz deb aytishadi. U ham mumkin emas, потому что, например, operatsiyaga ekstreniy shubha bilan olish mumkin. To'g'ri. Lekin nur va kimyoterapiya faqat shu qachonki bizda qo'limizda gistologiya bo'lsa, tasdiqlansa saraton kasallik, shunga qarab biz ximiya подбирать qilamiz. Потому что oddiy misolda sut bezi saratoni olsak, ayollarda eng ko'p uchraydigan kasallik. Sxemani o'sha juda ko'p, kamida 50 ta va undan ko'p har xil kombinatsiyalar, bitta dori hammaga standart bor. U ham lekin yana qayta aytaman, shu turiga qarab, yoshiga, riskiga qarab, risk darajasiga qarab. Daraja albatta. Xo'p, bizda kimyoterapiyani darajalariga keladigan bo'lsak, o'g'ay qo'llanish usuliga keladigan bo'lsak, albatta bizda ko'proq внутривенный, kapelniy путем venadan yuborilish yoki подключичный kateter ostida yoki pompa bilan. Afsuski bizni bemorlarimiz pompani ham xohlashmaydi,
подключичный kateterni ham tushunishmaydi. Ularni biz yozib qo'yamiz nimaligini kommentariylarga. Bizning ko'proqlarimiz venada ketganligi uchun asorati ko'p bo'ladi va ularda qo'rquv ham bo'ladi. Va ko'pi tabletkaga o'tishni xohlaydi. Uni o'zingiz ham bilasiz. Tabletированный ximiyoterapiya qanchalik uni effekti baland va u qanchalik diagnozlarning ichida tabletированный forma ximiyoterapiya o'zini o'rnini topgan. Savolingiz juda qiziq. To'g'risini aytaman, meni kasallarim ko'proq tabletkani mensimaydi. Ko'proq kapelninsani xohlashadi. Ayniqsa shunaqa o'pka saratoniga keladigan bo'lsak, hozir ko'p zamonaviy target dorilar imенно tabletka ko'rinishda. Shunaqa. Qachonki mana biz подбирать qilamiz shu sxemani, aytaman mana kunida bittadan bir mahal shu tabletkani ichasiz desam, kasallar shunaqa podozrение bilan qarab o'tirishadi, ayniqsa yosh kattalar. Qanaqasiga ximiya qilmaysanmi menga? Yo'q, xolajon, bu zo'r, yaxshi dori, bu sizga asorat yo'q, sochingiz to'kilmaydi, ko'nglingiz aynisa. Yo'q, menga imенно o'sha kapelnitsa. Ximiya bermayapsan deydi. Ximiya bermayapsan, yaxshi doktormansan, menga imенно kapelnitsa qil deyishadi. Albatta, bu ishonch bo'lishi kerak. Birinchi o'rinda kasal va kasallik qarindoshlar doktori qanaqa desam bo'ladi? Конечно, xudo o'rnida ko'ra olmaysizda, bizni sababchi biza. Lekin ishonch bo'lishi kerak. Qachon vrach aytsa, rekomendatsiyalar yo'q, mana shu zo'r, mana bu sxema sizga yaxshi qo'yadigan deb aytish kerak emas. Yo'q, men shuni xohlayapman, yo'q, anunga tabletka berding, menga ham ber. Har bittasini darajasini 10 ta o'lchab, bitta kesamiz, o'ylab, maslahatlashib, o'sha o'zimizni kollegalar, professorlar bilan biz hech qachon vrach bitta o'zi kasallik hayotini hal qilmaydi. Конечно, standartniy случайlarda ham baribir bizda konsilium degan narsa bor. Har bitta kasal o'sha har 21 kunda yotsa ham biz boshqatdan yig'ilib, konsiliumda обсуждать qilib, keyin yana davom etamiz. Поэтому bizning hozir hamkasblarimiz kuzatayotgan bo'lishi mumkin. Men onkologiyani shunaqa deb tushunamanki, o'zimiz mana onkocentr Blaxinada bo'ladimi yoki o'zimizning ishimizdami, konsiliumdan har doim maza qilamiz. Qolgan sohalarda tag'in meni to'g'rilashinglar mumkin. Onkologiyadagi konsilium bo'lmaydi. Chunki u yerda bizda ham radiolog keladi, ham ximioterapevt, ham xirurg, diagnostik va albatta patomorfolog bilan birgalikda o'tirib, darajasi qo'yilgandan keyin ximioterapiyani qaysi usul yozilishi keragi aniq bo'ladi. Va uni siz ham yoki biz ham uni hal qilmaymiz. Uni konsilium asosida qilganligimiz birgalikda. O'shaning uchun ham ximioterapiyani kelgan kunim nimga qo'ymading degan kasallar ham bo'ladi. Bor. Yotdim menga ximioterapiya boshlagin. Yo'q, unaqa emas. O'shaning uchun ximioterapiyani albatta bitta bemorga darajasini qo'ygunimizgacha 1-2 kerak bo'lsa 5 kungacha cho'zilib qolishi ham mumkin, to'g'rimi? Albatta, va tekshiriladi. Qon javoblar, kardiogramma kerak bo'lsa, kardiolog ko'rigi, kerakli tekshiruvlar, конечно, yotgandan keyin yana qo'shishimiz mumkin. Ximioterapiya paytida oddiy hayotdagi o'zini ishiga yoki bozorga yoki hattoki oilasi bilan muloqotda qanaqadir ham granitsalar bo'ladimi yoki yo'qmi? Biza aytamiz mana kasallarimizga, bu yuqumli kasallik emas. Birinchisi, ikkinchisi, albatta bemorlarimiz o'zini ehtiyot qilishi kerak. Lekin ko'pi qanaqa deb tushunadi? Uyga borib yotishim kerak yoki uydagilar bo'ldi turmay yoting. U o'sha kardinal noto'g'ri. Kasalimizni moralni qiynab qo'yamiz. Kasal uyda o'tirsa, ishlamasa, yo atrofdagilar hamma undan xuddi yuqumli kasallik deb qo'rqsa, bu hayot sifatini yomon tomonga o'zgartiradi. Psixologik mana platsebo effektiga boradigan bo'lsak, agar kasal menga mana shu dori ta'sir qiladi, bo'ldi, men tuzalaman, atrofdagilar uni podдержка qilsa, ishga borsa, hech kim uni qanaqasan, oryaptimi, ormayaptimi, ko'ngli aynyaptimi deb so'ramasa, kasallik izdan chiqadi va bemor tuzaladi. Men zo'r dori qilgan bo'lsangiz ham, lekin kasal uydagilar podдержка qilmasa, bemor faqat o'sha o'zini kasallik to'g'risida o'ylab yotsa, ertalabdan kechgacha yoki mana shunaqa yomon narsalarni televizorda ko'rsa, yo o'qisa,
shunda konsentratsiya bo'lsa faqat kasallikda manimcha effekt ancha kam bo'ladi va yaxshi natijaga erisha olmaymiz. Поэтому chet ellarda bitta kabinet psixologi bor, meditativniy xonalar, bilasiz, ko'rgansiz va bu заняло особое место, мне кажется, то, что вот поддержка, да, психологическая поддержка, поэтому ishlash mumkin. Конечно, og'ir ish emas, ayniqsa erkaklarga aytamiz, agar og'ir ish qiladigan bo'lsa, yo такой faqat o'tiradigan, og'ir mehnatda bo'lsa, bu mumkin emas, uni ishni o'zgartirish kerak. Ayollarga aytamiz, issiqoldiga bormang, opto tagida zontik bilan yuring, lekin yuring deymiz. Kamida 6000 qadam kunida yurish kerak. Och qoling degani emas u. O'shani yetib qo'yish kerak. Ovqat qilolmaymanmi? Kim qiladi? Qilasiz. Qilasiz deymiz. Tez qovurib qoching. Soch tandir yopish yoki именно вот прям bahana saunalarda mumkin emas desak, endi cho'milish mumkin emas deb 21 kunda kelishadi kasal. Yo'q. Hamma narsa mumkin. Oddiy hayot faqat. Da. Просто, конечно, o'zingizni ehtiyot qilish kerak. Endi bu o'sha saraton kasallik bo'lib qoldim degan kasallar o'zini hayotini boshqatdan ko'rish kerak deb o'ylayman. Полный образ мыслей, образ жизни, образ мышления на первом месте. O'shani o'zgartirish kerak. Xafa bo'lib yurganlar, kimdir aybdor deb qidirayotgan kasallar ular ham shifo topmaydi. Agar o'sha pozitiv qarasa, o'sha men tuzalaman deb kelsa, hayot go'zal, doktorlarim yaxshi, atrofdagilar, uydagilar yaxshi bo'ladi deb o'ylagan kasallar biz ko'ramiz. Na samom деле, kutilmagan holatlarda yaxshi tomonga o'zgarish bo'ladi. Hattoki bu yerda darajani ham ahamiyatga egasi yo'q. Bu yerda preparatda, bu yerda doktorni ham o'rni kamroq deymiz, agar o'zida pozitsiyasi ko'proq bo'lsa. Albatta. Chunki siz bilan bizning o'sha kasalimiz bo'lgan, eslayman. 4-darajasiga bo'lishiga qaramasdan, mana 2 yildan ko'proq yashab kelmoqda. Nimaga desangiz, u bemor o'zi tegishivchikda ko'rib, kulib, har doim yana kimyoterapiya olishga keldim emas, sizlarni ko'rishga keldim deb bizlarni shunaqa настроениemiz ko'tarib turadi, lekin kasallarimizga yana uzoq umr tilaymiz. Ruxsat bersangiz boshqa savolga o'tamiz. Bemorlarning eng ko'p kimyoterapiya paytida qiladigan xatoligi nimada? Eng ko'p xatolik bu o'zini shikoyatlarini yashirish deb o'ylayman. Ko'p kasallarda shunaqa qo'rquv bor. Kelib doktorga o'zimni shikoyatlarimni aytsam, hozir falon pulli tekshiruv yozib beradi, falon pulli dori yozib beradi yoki kasalimni ko'paytirib yuboradi. Da, yoki bo'ldi, ximiya olmaysiz, asorat berdi deb endi to'xtatamiz. Yoki nabarot kuchliroq ximiya qilishadi, battar mazam qochadi deb. Shu qo'rquv nabarotga ishlaydi. Menimcha, har doim aytaman, erkak kishi bemorimiz bo'lsa, mendan uyalmang, hammasini ochiqchasiga ayting yoki ko'rsating qayerda nima paydo bo'lganini. Ayollarga ham xuddi shunaqa. Bizda erkak doktorlarimiz bor, lekin amxot qiladigan bo'lsak, chaqirishadi. Uyalmayman-da ulardan so'rashga yo aytishga, men shunaqa shikoyatlarim bor. Har doim o'sha bemorlarimizni esida tursin, aytish kerak doktorga. Maleyshi shikoyat, ayting, keling, telefon qiling deb aytamiz. Ikkinchi bu o'sha og'ir ko'tardim deb kelmaslik, lecheniani to'xtatish. Kimyoterapiya og'irroq o'tdi, bo'ldi, men to'xtatdim deb o'ziga o'zi lecheniya yozib berishadi yoki shu tabibga borishadi, qaysidir batlarni ichishni boshlaydi, ishonib o'sha yana ommaviy axborotligida, получается, SMIlarga. Lekin bu nimaga olib keladi? Biz vaqt yo'qotamiz. Albatta, o'sha kelib aytish kerak, og'ir ko'tardim yoki mana 2 hafta, 3 hafta o'zimga kela olmadim, lekin keldim shu aytgan kuningizda. Shuni shu asoratli bo'ldi. Da, bo'ldi deb aytish shart. Shunga qarab doktor balki dozani kamaytiradi, balki rostdan ham sizga qanaqadir lecheniya qo'shimcha yozib beradi, balki boshqa sxemaga o'tiladi. Lekin lecheniyasiz, davosiz qolmaysiz и o'sha vaqtni biz yo'qotmaymiz. Lekin ketib o'sha скажем так, народная медицина, да, интегративный metodlar, har xil o'sha batlar, bilmayman nimaga shularni reklamani to'xtatishmaydi. Falon pulga, falon pulga sotib olib, ichib, umidda o'tirishadi bemorlar va ularning qarindoshlar. Lekin kelgandan keyin уже afsuski kasallik rivojlanadi, 4-bosqichga o'tadi yoki
yangi asoratlar paydo bo'ladi. И уже bo'lgan shunaqa случайlar bilasiz, уже bizni ojiz bo'lamiz, yordam bera olmaymiz. Afsuski. Afsuski. Shunaqa bemorlarimiz ham bor. Vaqti bor. Bir xillarda yo'q deyishgan biz majburmiz. Lekin bizani ximioterapiyamizga ko'plar savol bilan chiqadi. Sxemani qayerdan olasizlar deb yoki siz o'zingiz yozasizmi? Dorini u gruppa bilan bu gruppani siz qayerdan oldingiz? Albatta biz siz bilan jahon standartini praktikasiga qo'llangan holatda bizda 3 ta yo'nalish bor. Bu ASCO, RUSCO va ESMO yo'nalishlari. Va u yerda siz men bilaman, kuzatib yuraman, bittasidan qolmasdan hammasida ishtirok etishga harakat qilasiz. Qanchalik bemorlarimizga shu praktik rekomendatsiyalarni tavsiya qilganimizda ularni tushuntirishimiz mumkin oddiy til bilan aytganda. Bizani xalqimizga qanaqa qilib praktik rekomendatsiya borligini aytsa bo'ladi. Biz уже shunaqa narsaga o'tdik, что ham ochib ko'rsatamiz. Yoki bilaman bir ikkita doktorlarimiz raspechatка ham qilib beradi. Bunaqa marker bilan belgilab. Lekin birinchidan aytmoqchiman, o'zimizni ichki standartlarimiz bor. Shu O'zbekistonda ishlab chiqarilgan, ular albatta основаны на o'sha европейский, amerikanskiy standartlarni как основаga olib, biz shu asosda ishlaymiz. Lekin shu aytmoqchiman, har doim menga shu sal og'irroq olaman yaqin. Qachon kasallarimiz bizni qarorga keldik, bizni Hindistonga olib ketamiz. Yo bizni Turkiyaga olib ketamiz. Да. O'sha yerda как второе мнение bizni всегда за. Пожалуйста, Yevropa bo'ladimi, Amerika, Hindistonmi? Lekin shu nimagadir ishonch yo'q bizga, что biz ham o'sha standartlar asosida ishlaymiz. Shu Hindiston bo'ladimi, Germaniya bo'ladimi? Hammamizda o'sha ximioterapevtlarda standart bitta. Bitta, mana shuni aytishimiz kerak. Dorilarimiz ham bitta. Jahonda qaysi burchagiga bormaylik, kitob yozilib bo'lgan. Уже tayyor-da. Bu faqat o'zgaradi. Senga buni, sen yoqmading, senga buni deb qilinmaydi hech qachon. Standart bor. Yana o'sha qayta aytamiz, shu konsilium degan narsa bor. Bizning tepamizda bir nechta katta rahbarlarimiz bor, professorlarimiz. Bizdan kontrol qiladi, hech qachon ruxsat berilmaydi, что ну o'zimizdan yozib ola olmaymiz. Да, что-нибудь новенькое, unaqa yo'q. Поэтому tushunmayman qachon kasallarimiz o'sha yerdan dori olib kelishsa. Malon pulga o'sha Hindistonmi, Turkiyaga borganda o'sha oddiy birinchi liniya dorilarni olib kelishsa. Bu bizda больницамizda shunday ham beriladi deb aytamiz, даже sifati undan ham yaxshiroq. Tekin beriladi. Mana shu savolga olib kelganingizga o'zingizga rahmat. Mana shu savolga qanaqa to'g'ri kelishni bilmayaptim. Dorilar qanchalik ta'minoti bizda bemorlarimiz uchun tekin? Yoki bemorlarimiz aytishadiki, ximioterapiya bu qimmat, men davolanmayman. Men ko'rdim Hindistonda bitta ximioterapiyani 4000-5000 dollarga ketdi yoki Turkiyada hali gistologiyani qilib bo'lishim o'ziga mashinam puli ketib qoldi deydi. Afsuski bizda u hamma narsamiz bor tizimimizda. Afsuski emas. Alhamdulillah bizda bu hammasi bor. O'shaning uchun ximioterapiya preparatlarimizni ta'minoti necha foizgacha bizda qilingan? Bu ancha o'zgardi. Misol uchun 10 yildan oshiq ishlayotgan bo'lsam, esimda bor, o'sha magistraturani bitirib, endi o'sha domlalarim oldiga ordinatorskiga kirganimda shunaqa stopka retseptlar bilan chiqib ketishardi bemorlarimiz. Kamida 20 tadan retsept yozilardi. Shu начиная с химиотерапии, заканчивая o'sha сопроводительный quvvatlovchi dorilar. Bugun o'sha har yil o'sha katta kongresslarda katta onkologlar rahbarlarimiz doложить qilishadi, 80% dan oshuv ta'minot. Bu degani bugungi kunga mana birinchi liniya ximiya dorilar, ikkinchi, uchinchi liniya degani bu misol uchun boshlanishga dorilarimiz 80% dan oshuv hammasi bor. Tekinga bor. Tekinga beriladi va sifati yaxshi. Albatta, u har doim kasallarimizga aytamiz, kelishadi. Sizda ximiya bor, lekin eshitdim, mana европейский yaxshiroq, har xil turlari bor ximiyani, ayting, biz yaxshisini olamiz. O'sha kasallarim ko'rsa biladi, aytaman, davlat hech qachon yomon narsa olmaydi.
bu sizlar chiqib aptekadan qanaqadir poddelka, noqonuniy kontrabanda orqali dorini olishinglar mumkin. Lekin davlat tekshirib, o'sha fan komitetdan o'tgan, o'sha sifatli dorini oladi. Va albatta bizda bor. Agar ikkinchi, uchinchi liniyaga gapiradigan bo'lsak, u ham albatta bor. O'sha aytmoqman, har bitta kasalga подбирать qilamiz. Agar даже yo'q bo'lsa ham, lekin bizda всегда есть вариант. То есть bu dori bo'lmasa, boshqacha kombinatsiya bilan bor dorilardan qilishga harakat qilamiz. Va eng yaxshisi, что уже necha yildan beri o'sha zamonaviy target dorilarimiz ham bor. Uzluqsiz, например, rituximab dorimiz bor. Va boshqa zamonaviy dorilar ancha qimmat turadigan. Endi undan tashqari kasallarimiz biladi, pромывка degan narsa bor. O'sha ximiya bilan birga ishlatamiz. Biz u nafaqat ko'gilanishga, oshqozon, jigar, yurak dorilarimiz, ularni ham asosiy dorilar bor. Ta'minot ancha yaxshi. Davlat tekinga qilib beryapti. Tekinga order. Baraka topishsin. Направление bilan kelsangda hammasi bor. To'g'ri, qanaqadir vaziyat bo'lishi mumkin. Например, qon kam bo'lishi mumkin bemorda yoki yurak yoki jigarda qanaqadir o'zgarish bo'lsa, unda vrach yozadi. Yo'q emas, kasallar olishi mumkin. Lekin bizda bo'lgan shunaqa kasallar operatsiyadan keyin 6-8 oy kelmagan ximiyaga. Lekin doktorlar aytgan, nimaga kelmadi desa, shu pulimiz yo'q edi, eshitdik, shu 10 million, 20 million ximiyaga kerak. Bunaqa narsa albatta yo'q. Undan tashqari bizda даже immunohistoximiya tekshiruv apparati ham bor. U ham tekin. U ham tekin. PETga order ham bor, u ham tekin. Yurtboshimiz omon bo'lsinlar, rahbarimiz baraka topsinlar. O'zgarishlar oxirgi yilda juda salohiyatlar yaxshi ketmoqda. Onkologiya tizimini agar biz ko'rib chiqadigan bo'lsak, davolash usullarida bu bizni ko'proq hamkasblarimizga qiziqarli informatsiya bo'ladi. 3 xil davo bor. Biz bilamiz, radikal, palliativ yoki simptomatik davolar deymiz. Ximioterapiyani shu uchalasiga ham bo'lsa bo'ladi, uni o'zingiz ham bilasiz. Bizning yonimizga keladi, mana shu ximioterapiyadan keyin qo'shinim yaxshi bo'lib ketdi. Lekin bitta bemor ximioterapiyada faqat og'riq qoldirish uchun ichayotgan ekan. Yoki ximioterapiyadan keyin 1 yil yashadi. U nafaqatki dorisiga bog'liq, albatta darajasiga bog'liq. Shu darajaga men to'xtalib ketmoqchi bo'layotganim, siz bilasiz, ximioterapiya kasalligida 4 ta darajasi bor va bizni darajamizda qaysi turda radikal davo qila olamiz ximioterapiya yo'li bilan va qaysi birida palliativ degan yo'nalish kelib chiqishi mumkin. Albatta 4-bosqich bemorlarimiz ular avtomatik faqat palliativ ximioterapiya olishadi. Lekin 4-bosqich ham har xil bo'ladi. Agar, например, sut bezi saratonida suyiga metastaz bergan kasallarimiz ham 4-bosqich bo'ladi. No, ularga biz aytamiz, что ximiya radikal ham bo'lishi mumkin. Потому что o'sha ximiya bilan bisfosfonatlarni qo'llanayotgan paytda to'liq metastazlarni ham tuzatishimiz mumkin va albatta agar kasal первичный очаг deyiladi, o'sha sut bezini radikal operatsiya qilsa, nur olsa bemor va 1-2 yil ichida metastazlarni ham davolatishimiz mumkin. Kasal tuzalishi mumkin. Lekin boshqa sohalarda, например, oshqozon yo jigar saratoni 4-bosqich bo'ladigan bo'lsa, unda albatta ximioterapiya palliativ bu o'sha hayotini cho'zish maqsadida simptomlarni yo'qotish, hayot sifatini yaxshilash maqsadida qilinadi va kasallik o'sha yanada tarqalmasligi maqsadida qilinadi. Например, 4-bosqich qachon aytiladi? Qachon shu boshqa organlarga metastaz bersa. Endi bemor первичный очаг oshqozon deylik, faqat jigarda metastaz. Lekin ximiya bemor olyapti, u nimaga yordam beradi? Suyakka, boshqa joylarga, butun qorniga, limfa tugunlarga, o'pkaga tarqalmasligi uchun bu bir. Ushab turishga, ha. И даже biz mana kontrolniy обследование qilamiz, aytamiz, stabilizatsiya degan termin bor bizda. Частичный эффект, полный эффект и прогрессирование. O'sha bizga даже salgina o'sha 2-3 millimetrga yo даже 1-2 santimetrga kattalashsa o'sma biz uchun bu stabilizatsiya.
biz aytamiz yaxshi, xudoga shukur, значит все-таки ta'sir qilyapti. Lekin kasalga даже tam qarindoshlar o'qisa, voy qara mana solishtirishadi, 10 santimetr edi, hozir 11, o'syapti, ta'sir qilmayapti ximiya, olma. U noto'g'ri, bu biz uchun все-таки effekt deb hisoblanadi. Потому что yangi uchoqlar paydo bo'lmayapti, kasal yaxshi yuribdi, obyektivniy holati yaxshi. O'sha misol uchun 10-20% gacha razmer hajmi kattalashsa ham biz uchun bu baribir asos emas, даже bir xilda dori o'zgartirishga shu dorilardan qolamiz. Birinchi bosqichga keladigan bo'lsak, bu albatta kam murojaat qilishadi. В основном это случайный находка. Qachonki mana skrining orqali yoki kasal profosmotrlarda topilsa va birinchi bosqich bilan murojaat qilsa, albatta bu agar ximiya показанный bo'lsa, u radikal hisoblanadi. Ikkinchi va uchinchi bosqichlarda ham ximiya radikal deb hisoblansa bo'ladi. To'rtinchisi уже palliativ deymiz. To'rtinchi albatta palliativ. Agar biz bemorlarni ko'zlari bilan qaraydigan bo'lsak, kimyoterapiya yo'li bu og'ir yo'l. Va bemorlarga biz faqat kuch, mashaqqatli yo'lda yuragini keng qilib o'tishiga va sizdagi chiroyli doktorlarimiz ko'p bo'lib, shu yo'nalishda ularga shifo topishiga inshaalloh ularga Xudo kuch-quvvat bersin. Va kimyoterapiya paytida tekshiruv bo'ladi, oldida tekshiruv bo'ladi, keyin tekshiruv bo'ladi. Xullas, kimyoterapiya bu uzoq yo'l. Unga albatta mutaxassis zo'rini tanlash kerak va kasallik o'zi ham tayyor bo'lish kerak. To'g'rimi? Va qo'rqish kerak emas. Onkologiyadan va kimyoterapiyadan qo'rqish kerak emas. Bitta gap bilan aytganda onkologiyaning davosi bor. Bor. Undan qo'rqish kerak emas. Qo'rqish kerak emas. Xo'p, agar ruxsat bersangiz, Dilnoz Baxtiyorovna, biz sizga blitz savollar beramiz. Iloji bor bo'yicha o'zingiz fikringiz bo'yicha yoki bitta yoki ikkita so'z bilan shu savollarga javob berishga harakat qilsangiz. Shifokor ham yig'laydimi yoki yo'qmi? Ha, yig'laydi. Qaysi holatda ko'proq? O'zi menimcha onkologlar eng yig'loqi bo'lsa kerak. Empatichniy professiya deb o'ylayman, потому что bizning kasallarimiz, misol uchun xirurg, ekstreniy xirurg oladigan bo'lsa, appenditsit bu bir marta ko'radi, boshqa u kasallik ko'rmaydi. Biz yillab, ayniqsa mana kimyoterapevtlar yillab kasallarni davolatamiz va baribir bu dunyoda hech kim tirik qolmaydi. Hammamizni oxiri bitta. Lekin qachon o'sha yaqin bo'lib qolgan kasallikni yo'qotsang, qo'lingdan kelgancha hamma ishlarni qilgan bo'lsang, shunga qaramay kasal ketadi va o'sha paytda katta yo'qotish bo'ladi va bizga oson deb o'ylashmasin bemorlarimiz va ularning yaqinlari. Har bitta bemor o'sha o'zini joyi bor. Bizning yuragimizda, qalbimizda bor, albatta. Bir so'z bilan onkologiyani nima deb aytgan bo'lardingiz? Bu sinov deb o'ylayman. Chiroyli gap. Rahmat. Bir so'z bilan shifokorni nima deb atagan bo'lardingiz? Shifokor jangchi deb o'ylayman. Oq xalat kiygan jangchi. Oq xalat. O'zi bilan, atrofdagilar bilan, kasallik bilan, o'sha условия ham bilan. Ishonch yoki dori? Qaysi biri? Savol. Ishonch. Rahmat. Bir so'z bilan bemorlarga qanaqa motivatsiya bergan bo'lardingiz? Bir so'z bilan. Может быть, одной фразой хотя бы. Mayli. Рак не приговор. Не знаю, как сказать это на узбекском. Ruschasi bo'lsa ham bo'ladi. Да, рак это не приговор, потому что menimcha yo'q unaqa kasallik, который, yaxshi ham shu bilan kasal bo'lib qoldim. Mana koronavirus paytida ham ko'rdik. Oddiy shamollash deb boshlangan kasallik nechta odamlarning hayotini olib ketgan. Afsuski. Sahr, qandli diabet oladigan bo'lsa, u ham umr oxirigacha, revmatoid artrit degan bo'lsa, u hayotda как образ жизниga aylanadi. Mana bizda saraton kasallik ham menimcha shu
obraz жизни o'sha hayotini tizimini o'zgartirish kerak deb o'ylayman va поэтому отчаяние degan narsa o'zini yo'qotish, yig'lash umuman bo'lishi kerak emas. Oddiy kasallik, kurashish kerak, kuch kerak deb o'ylayman. Va yaxshi bo'lib ketishingizga albatta umid qilasiz. Va yaxshi bo'lasizlar. Ruxsat bersangiz shu bilan tugatamiz biz o'zimizni bugungi lavhamizni. Biza bilan bizni juda yaxshi ko'rgan mutaxassisimiz Dilnoza Baxtiyorovni sizga kelajakda omad, Rahmat. Xudo xolasa akademik bo'lib, biz siz bilan yana iltimos qilib intervyularingizni olib yuraylik. Rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Podkastimizning homiysi Professor Medical Clinic. Bu klinikada mehr, ishonch va sifatli davo topasiz. Tanlashda klinikani adashmang. Salomat bo'ling.